Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz siz bilan STEM ta'limi tizimida geografiyani o'qitish fani bo'yicha biz siz bilan talabalarning STEM kompetensiyasi tuzilishi va mazmuni mavzusida gaplashamiz. Mavzuyimiz quyidagi rejalar asosida olib boriladi. STEMning xususiyatlari, ya'ni ta'limning o'ziga xos xususiyatlari, kompetensiya haqida olimlar tomonidan bildirilgan turli fikrlar va zamonaviy talablar 20 ko'nikmalari, ya'ni savodxonlik qobiliyatlar va xususiyatlar haqida biz bilan bugun bilim ko'nikma malakalarini iqtidorini namoyon etish bilan bugun darsimizni xulosalaymiz. Bugungi kunda globallashuv sharoitida ma'lumotlar yig'inimizni bilan qurollantirish, balki ularni mustaqil fikrlashga